Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Avval kechirsizlar, biroz texnik narsadan o'z o'tib qoldim. Hozir menda ovozim bor deb o'ylayman qarindoshlar. Shunga hammalar bilan yana bir qitim yuz ko'rishganimda xushalman. Hammalarning shu vaqtda xayrli bo'lsin qarindoshlar. Bugun qarshingizga chiqishimdagi sabab bundaq 3 tema to'g'risida qarshingizga chiqyapman. Birincisi, bugün Avrupa vaqti Belgiyada yakshanba kuni bo'lishi kerak. Yevropada boshlangan 8 davlatdan komandalar qatnashadigan Sharq Turkiston erkinlik lo'nqisi futbol musobaqasi boshlanish oldi turdi. Buni Sharq Turkiston Futbol Federatsiyasi o'ralashtirib, shu 8 davlatdagi tashkilotlar, yoshlar, futbol klublar birlikda mustaqil musobaqa o'tkazish oldi turdi qarindoshlar. Buni biz chin yuragimizdan tabriklaymiz. Bo'libmi, Sharq Turkiston Futbol Federatsiyasining qurilishidan keyin bu futbol o'ynashdek bir tanharkat harakatini bir davlatchilik ideyasi yaratishda nihoyat yaxshi, unumli bir vosita holiga ekelgan Sharq Turkiston Futbol Federatsiyasiga alohida rahmat aytamiz. Ve bu musobaqa qatnashgan barliq komandalarga g'alaba va utuq tilaymiz. İnşallah musobaqa nihoyat albilik ve ko'ngillik ilib berilishi nasib bo'lsin ve bütün dünyadaki qarindoshlarning o'zining davlatidan bo'lgan komandasiga destek berish, uni qo'llash bilan tang vaqtimda musobaqani umumyuzlik qo'llashga chaqiramiz ve biz Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi nomidan bu musobaqaning g'albilik bo'lishiga tilakdoshmiz. Bu futbol musobaqasi bilgininglardek hech qanday tashkilotning nimasi bo'lmagan holda shu yoshlar o'zlari Sharq Turkiston futbol birlashmasi o'tkazayotgan musobaqa. Shuning uchun bütün dunyodagi qarindoshlarning bu musobaqada o'zi avatgan davlatdan, o'zining davlatidan bo'lgan komandani emas, balki bütün musobaqani qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz qarindoshlar. Bu birinci nokta. Hem de ikinci nokta, asli bu temaga kirishni to'g'ri ko'rmagandim, xohlamaydim yana bir qaytim kirishni. Ama kirishga majbur qolgan bo'ldik. Asli seviye biraz üstüge binishi lozimdi, ama maalesef bizning da'voning avvali. Bunlar ko'rganinglardek, men ilgari bu Dolqin İsa vakası to'g'risida qarindoshlar uchur bergan va inglizcha bo'layotgan dunyoda bo'layotgan xabarlar va gap so'zlar to'g'riliq video ishlagandim. Ondan keyin bu xalqaro cho'ng'ulo'li qo'zg'adi, bu voqea mundaq bo'ldi degandim va orliqda bir nimaga Dolqin Isoni hayvonotlar dunyosidagi hayvonlar deb atagandim. Shunga bugün bir kechirim so'rash keldi. Ama oldi bilan bu ishning ondan keyingi o'tgan 3 oydan keyingi Chronicle taraqqiyotiga bir qarayli, ya'ni qanday taraqqiy qildi, nima ishlar bo'ldi ondan keyin bu voqea to'g'riliq biraz update'larga erishishimiz kerak ekan. Nuri Turkel istifa berdi. O nima bo'lsa, g'arib davlatini ko'rgan, g'aribda xizmat qilgan bir odam bo'lg'achqa, o bu voqea chiqqandan keyin istifosini berdi. Ya'ni yiqilganini topmaymiz. O yiqilguncha uni tanqidlaymiz, nima qilamiz, ammo istifa bergandan keyin u bir xatolik o'tkazdi va badalini to'ladi, istifa berdi. Endi u odamga yana uni buni desak, bu siyosiy axloqsizlik qiladi. Shuning uchun Nuri Turkel g'arib siyosatini, g'arib dunyosini tushundigan odam ekanligini ko'rsatdi va istifa berib chekindi. Bu hamda Uyg'urlar uchun foydali ish. Gerçi ijobiy bir cho'ng ishlar bo'lmasa-mu, lekin xatolik o'tkazgandan keyin uni badalini to'lashni biladigan bir Uyg'ur bosh ekanligini ko'rsatdi. O yüzden Nuri Turkel efendimning istifosini to'g'ri deb qaraymiz. Hamda bizning nima raisday o'zinglar bilinglar bir rais. Beshida inglizcha bayonot berdi, men xato qildim, yerib ketganda qizligim mustaqilman deb. Keyin Amerikadagi Xitoylarning radiosiga Olim Seyitov bilan ikki kishi chiqib,
Men hatalar qilmasammi, mertlerçe kechirim so'rab qo'ydim deb bir video ishladim. Ondan keyin balkim jiq qarindoshlarning xabari yo'q. Mecburi emgekka qarshi tashkilotlar ittifoqi deb xalqaro 200 necha tashkilot var, bir ittifoq var. Bu ittifoqdan Dolqunaysa istifa bermigicha biz bu qurultoy bilan hamkorlashmaymiz deb bu qurultoyning o'rnini to'ng'iltib qo'ydi. Buni men ilgari degandim. Ondan başqa Uyg'ur va chet ellik bo'lib 25 qadami professor chiqdi. Bu Dolqunaysa istifa bermigicha biz bu qurultoy bilan hamkorlashmaymiz deb bayonot e'lon qildi dunyoga. Ondan keyin bu o'ng tarafda shakllangan tashkilotlarning mustaqillik, Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik birligi İngilizce hem uçuk hem Erkin Asiya Radyosu'nun başkurduğu organı bevosita udul İngilizce bayanat verdi 20 teşkilat birlikte biz hemimiz verdik. Ya Alim Seyitov bilen Dolqun Aysa'nın işleyen ilki videosu bu Uygurlarning ahlak ölçümüge vekillik qilmaydi. Bizde bunda naçarlıqni yana chiqib men mertlikli kechirim so'rab qo'ydim deb bunda tuzatkil olmaydi. Bu biz qabul qilmaymiz buni deb Erkin Asiya Radyosu'nun başkuruş organıga xatar etildi ve bu bayanat ochiqmi e'lon qilindi. Ondan keyin Erkin Asiya Radyosu Alim Seyitov bilan Dolqun Aysa'nın ishlagan videosini Erkin Asiya Radyosu'nun ahlak prinsiplariga uygun kelmagan video bu xato olibdi deb videoni o'chirib etdi. Ya'ni bu 23 tashkilotning bayonotidan keyin va Erkin Asiya Radyosu'nun başkuruş organıga yozgan xatdan keyin. Endi bugun kunga kelganda bu men tushayotdim, tushmayotdim, yana bir nima qilatdim. Ya'ni keyingi bu taraqqiyotlar, bu narsalardan keyin men haqiqatan numus qildim qarindoshlar. Men texi bugunmi, tunugimmi bugun bu qurultayning, bu munofiqlar qurultayining bosh oliy maslahatchisi chiqibdi. Kennedy'ning eng jiq oshnasi bo'lganmish. Bill Clinton'ның ahlaksızlığı tutulgan bo'lsa, vazifasi o'tkazgicha tushmabdi ekanmish. Qarindoshlar, o'sha video ko'rishtirganlar astoy ingliz chiqilib, o'sha videosini bizning Gompayning yangi videosini astoy inglizcha nima deganini tarjima qilib, bu videoni saqlab qo'yinglar, aytgan uni avatida hayya chiqdim. Yani bu işlerden keyin hozir hamda bu men vaqtincha istifa berdim debdim, vaqtincha to'xtadim debdi. Sidneydan birlari chiqibdi. Biz urush vaqtida hozir urushda nim qilsa qolmaydi bir to'qay so'zlabdi. Ya urushdagi odam dushmanga o'q otadi, urushdagi odam shopoqchilik qilmaydi yani. Yani bütün bu voqealardan keyin men rostini desam qarindoshlar, men kechirim so'rayman. Yani men Dolqun Aysa'ni hayvan deb ataganligim uchun, bu haqorat qilganligim uchun bütün dünyadaki ermek, yavayı ve bakmıcılık hayvanlarının hammasiga bu haqoratim uchun kechirim so'rayman bu hayvanlardan. Yani bu siyasetning mi, yani bir narsaning mi bir chekolodu, bir tuzilgi bo'ladi. Bir xatolik chiqqanda qattiq urimiz, men istifa berdim deganda to'xtaymiz, masalan, Nuri Turkiyanning ishidek. Bu siyasetning cheki va axloqi var. Ama men bu hayvan deb atag'animdan, ya hayvanlarga qilgan bu haqoratimdan men kechirim so'rayman qarindoshlar. Yani bu Dolqun Aysa, bu inson hayvan, bu ama bu boshqa bir tür bu. Yani bu bunda bo'lmaydi siyosatda, bunda adam bu yo'q yani. Shuning uchun mening orzuyim oldida saylim bo'lan ekanimiz bo'ldi-ki, bular vakillarni bekitibdi. Avustraliya vakillar saylimini deb bizimle anlaqallı barmı bilmeyme ama 15 Madasya'nın vakilini deb 15 adamdan tizimligini uçurup жүрgenmiş. Şuna o vakillerge, yani bularning saylangan, tanlangan vakillerge mening deydiğim şu. Bu qurultaylarni Dolqun Aysa'dan yaxshi temsil qiladigan adam topolmaysizlar. Shuning uchun bu daqiqa nimada o ishki qarar, shu qarar deganni tashlab etib Dolqun Aysa'ni yana saylanglar menimcha. O'lgicha, hayotning oxirigacha o'lgicha saylanglar. Ondan keyin bugun Gompayning videosini ko'rib astag'firullah, yani Kennedy bilan beslashib, Kennedy'ning 50 yoshini so'pdiga, Dolqun Aysa'ning 51 bo'yicha saylanglar yani. Mening orzuyim shu. Chunki buningdan yaxshi sizlarni vakillik qilgan buningdan yaxshi rasvo odam topolmaysizlar.
Adam dep saldım keçirsizler, bu başka tür yani. Şuna ben aldım ketim bulana hayvan dep atağanlarım üçün dünyadaki barlık hayvanlardan bir özür, keçirim, so'rashim kerakligini his qildim bu keyingi taraqqiyotlardan keyin. Şuna bu mening özürüm bo'lsin. İnşallah dünyadaki barlık ermek, yavayı ve bakmacılık hayvanları kabul kılar mening özürümni. Yani kıyametke men dayaqılar ketip kalmay hayvanlarning. Hoş, endi bu tema şu qarindoshlar. Yani bundan keyin bu türler to'g'risida gap qilish g'asht yo'q, kerak yo'q. Dünyada yani bizning bir narsa qo'yib, "Manda dedi, anda qildi" g'asht yo'q. O'zlarining deyishayotgan gapini aslida ingliz xatizibla tashlab bersak, bu dunyoga o'zi rasvo olib, o'zi cho'kib tugaydi ekan, sesib tugaydi. Chunki unda krizis, bu g'arb dunyosida bir jinsiy parakanchilik degan nima? Bunda shug'ullanni qanday tadbir qo'llanamiz, qanday inkos qaytaramiz? Bunday narsalarni biladi deb tanqidlab ekanmiz. Valla Nuriy Turkanning o'ligi bularning hammasidan ortiq amaliyotda. Qarindoshlar. Yani bularning ichidajimi? Nuriy Turkanning maqtati deb hopib ketmanglar, yana maqtimidim. O'ligi bularda yaxshi yani. Bu turlardan selishtiryapman. Xo'sh, kelayli nimaga? Anadaki mavu Gompayning Kennedy'nin mancha aşnısı vattı, ana mancha aşnısı vattı diye videonumu çokum aslında İngilizce yazıp saklap koyunlar qarindoshlar. Çünkü güzel video. Onundikin qarindoshlarga update berdigan, biz to'g'riliq uchurini berdigan bir qancha nuqta bor. Birincisi, qarindoshlar shu Dolqinaysaning shu ish sababli Yaponiya bilan bo'lgan bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bir tonish faoliyati kechikdi degan to'q. O faaliyat shu bir haftaning oldida deymi. O faaliyatni qildik. Bir internet jurnalida Yaponiyadagi do'stlarimiz bilan tanishgan bo'libmi? Bu yani Sharq Turkiston yoshlar qurultayidagilarning oilik ko'rinishiga qiziqqan qarindoshlarga, yaponlik do'stlarga tanishtirish faoliyati elib berildi. Bunun uchun bu faoliyatni o'rinlashtirgan Muqaddas xonimga ko'p rahmat aytamiz va qatnashgan barliq yaponiyalik do'stlarga chiqargan vaqti uchun rahmat aytamiz va tanishganlarimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. İnşallah oldimizda Yaponiya bilan Sharq Turkiston yoshlar qurultayining yana başka faaliyetlerimiz ve munosabatni texnik ilgiligan holda Yaponiya bilan birga mang'da yollarımız bo'ladi inşallah. Çünkü Yaponiya Sharq Turkiston mustaqilligida eng muhim 3 davlatning birisi deb qaraymiz biz. Shunga Yaponiyada inşallah bundan keyingi ishlarimiz texnik kengaytiramiz, texnik cho'nqirlashtiramiz munosabatlarimizni. Ve bunun da rol oynagan Muqaddas xonimga yana bir qitim tashakkurimizni bildiramiz. Uni ko'rdigan qarindoshlar Twitterda naq maydon qilindi. Twitterda uning xotirasi bor, shu yerdan anglasak bo'ldi agar Twitter bog'la. Agar Twitter yo'qlar, biz bugun o Twitterdan uni qanday tushirib, YouTube qanday chiqaradi, shuni bizning a'zolarimiz qilyapti. Balki YouTube'ga talas to'g'ri chiqishi mumkin. Şu yerga chiqarilgan vaqtida inshaalloh ashadan ko'rsanglar bo'ldi qarindoshlar. Bugun ertaga chiqilishi mumkin. Ondan keyin endi yana bir narsa biz amaylan bilgandek, bu Sharq Turkiston mustaqilligi hamkorlik munbiri shakllandi. Tashkilotlar birga keldik. Ayda bir yig'in ichib taraflar ko'rishyapmiz ve hamkorlik qilamiz degan shaklda hamkorlikning asosi, yani o'yinning qoidalari deydi inglizcha. Hamkorlikning prinsiplari ve asoslari to'g'risida ovozdan o'tkazib 23 tashkilotning o'rtasida biz ko'p model, qancha model, 20-30 modellik bir kelishim hosil qildik. Uni yana cho'nqirlashtiradigan bir qancha nuqtasi bor deb qaraymiz. Shunga bu hamkorligimiz inshaalloh yaxshi ma'noda deb o'ylayman. Endi bu yerda bir tal acizligimiz var. Bu acizligimiz nima deganda, biz mediada aciz yani bo'linayotgan bu narsaning, shu hamkorlik munbirining hozirgacha burun bir tashkilot bir narsa avaz qanday oldu, 20 necha tashkilot bir hamkorlik munbiri nomida bir avaz qanday oldu, buning farqini menimcha hammalar his qildik. Yani Erkin Asiya radyosida bu
bilemen deymiz ziyoli muhbir demdik, tarixçi muhbir demdik, nima deymiz. Bunu videosunu o'chirgizdik. Yani Erkin Asya radyosunun ahlak prensibiga mos kelmaydigan video deb o'chirib etdi. Mushu 23 tashkilotning nimasidan keyin bayonotdan keyin. Shuning uchun qarindoshlar, bu hamkorlik mushdaq 23 tashkilot birga kelgan vaqtida kuch bo'ladi. Birning kuchi oz bo'ladi, jiqi birga kelgan vaqtimizda kuchli bo'lamiz. Endi bu yerda mening bir ojiz ko'rayotgan bir nuqtamdan birisi, yani media jihatdagi media PR kampanya deymiz, xalq PR, yani public relations, xalq bilan bo'lgan munosabatlarda ojiz kelyapmiz. Aslida buni shu yig'inning ichidami so'zlashib nima qilib ma'miz, ammo hozir men yerda so'zlashishning nima uchun muhim deb qaradim deganda, bu xalqimiz bu munbardan bir narsa kutyapti. Bir munbar ko'rishimiz dedik, bir yerga keldik. Endi buningdan xalq bu qanday mingyapti, nima ish bo'lyapti, tashkilotlar nima so'zlashyapti bu yerda degandikin, bu yerda bu munbardan oz deganda 2 haftada bir, bo'lmasa haftada bir bu xalqqa bu munbar to'g'riliq update berilishi kerak, bo'layotgan ishlar to'g'riliq. Bu berilmagan asosda faqat bir tashkilot yo bir organning tashviqotida haftada bir qitim bundaq xabarda onda oldi deb chiqadigan emas, balki bu munbar organning odamlari, bu yerda o'tgangan tashkilotning xodimlari xalqning oldiga birlikda chiqishi kerak, bir qanchasi. Bu yerda nima ish bo'lyapti, nimani so'zlashyapmiz? Yani qaysi tashkilotning qaysi nuqtada maydoni qaysi, biz qo'shilgan nuqtalar qaysi, qo'shilmagan nuqtalar qaysi? Buni xalqqa ta'minlab PR kampaniya tanlash kerak, yani public relationsni. Agarda biz tashkilotlar bir yerga keldik, masalan, aytgan deylik, tashkilotlar bu davlatdan bu yerdan fond hal qilsak deylik. Ya biz fondni hal qildik, ama xalq qilib chatig'imiz yo'q, biz o'zimiz bilganini qilib pulni olib ketaveramiz, oldimizga mang'ayveramiz desak, bizning sol tarafdagi munofiqlik qurultaydan farqimiz qolmaydi. Xalqqa shaffoflik, transparency degan narsani boshdan oyoq muhim bilishimiz kerak. Shuning uchun men buni munbarning yig'inida desammi bo'ladi, u yerda desam, lekin biraz nim bo'lib qoladi, yip qolib qoladi, shu meyadinday. Bu munbardagi qarindoshlar, munbardagi tashkilotlarning rahbarlari qarindoshlar, xohlasanlar bir qanchamiz birlikda ekronga chiqaylik va xalqimiz bizni bir yerda ko'rsin. Bir yerda ko'rgandan keyin biz savollarni so'raylik bir-birimizdan, nima ish qilyapmiz, qaysi hamkorlik qilyapmiz, qaysi tarafga menish orzuyimiz va yoki tashkilotlarning orzuyini qayoqqa mangdi. Buni bir xalqning oldiga chiqib buni bildirishimiz kerak. Bu PR kampaniyada xalq bilan bo'lgan munosabatda bu qadar ojiz bo'lsak, aytgan uzun borolmaymiz. Chunki xalq tashlab etgan tashkilot, xalq tashlab etgan shaxs hech nima bo'lmaydi. Xohlasa uni u davlat bu davlat emas, Marsdan kelib tashkilotlar qo'llasin. O'zining xalqi tashlab etsa tugaydi ular, har qanday tashkilot, har qanday bo'lgan. Shuning uchun xalqimizdan bilish haqqi bor. Xalqimiz bilan so'zlashaylik. Yana u yerda bir talash tortishib, munofiqlar orzu qilganidek talash tortishib, jidal oldigan talash tortishilgan ish yo'q. Hozirgacha hammamiz o'ylagandan ajoyib albilik mengyapti. Shuning uchun mening taklifim, xalqimizga bundan bildirishimiz kerak. Bo'libmi tashkilotlarning, shu munbarda yig'ilgan tashkilotlarning beshidagi xodimlarni bir yerda ko'rish orzusi va xalqning. Shunga xalqning nimasiga diqqat qilaylik, xalqning ra'yiga va xalqning bizdan kutganiga. Shunga mening bu yerda bergan bu taklifim bu. Endi qarindoshlar, uningdan boshqasi biz shu munbar bo'lsin yoki bo'lmasa Yaponiyadagi qarindoshlar so'zlashgan suhbat bo'lsin yoki boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar bo'lsin. Bu xalqni ideya jihati tayyorlik qilish uchun buni bu yerda oldin chiqarishimiz kerak. Biz qarindoshlar ikkinchi saviyaga ko'tarilishimiz lozim. Ikkinchi bosqichga. Ikkinchi bosqichga ko'tarilmay, yana birinchi bosqichda namoyish qilaylik birlikda top o'ynaylik, yoki birlikda yig'in ochaylik, yoki yani bu burun qilib bo'lgan aktivist harakatlardan
siyasetke ötüşümüz lazım. İkinci seviyeye. Bunu şu munberde ikinci basqıçta ötüldüğün neslige, yani ideya cəhətdə meyli halkımız olsun, meyli teşkilat rehberleri olsun, bir tayarlıq buluş lazım. Endi bunu da bazı derslerini jip üçün çıkıp koyarım başlar. Mening his-qiyğinim hazırca bu küreşte 2006 yılının yağı bu küreşten içinde turvatım. Mening hazırgacha his qilgan narsam shu. Biz asosiy jihatdan bu siyosiy timida qandaq harakat qilishni, yani bir mustaqillik kurishining qandaq bo'lganligini biz asosiy jihatdan bilmay ekanmiz. Nima ish qilishimiz kerakligi, ya'ni birinchi bosqichda aktivizm nima bilan Sharq Turkiston masalasi xalqaralashishining oldini olib Xitoy chet eldagi milliy bo'lgunchilarning yumshoqroqlari bilan hamkorlashib Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishining oldini olish degan plani bo'yicha uning oldini olib bu dunyoga Xitoydagi bir asonliq, hatto Xitoydagi bir indigenous xalq bo'lgan Uyg'ur masalasi xalqaralashdi. Sharq Turkiston masalasi xalqaralashdi. To'midi Xitoy. Shuning uchun endi bu Sharq Turkiston masalasi lekin biroq ujuq turuydigan yerdan Allohdan yangi bir avlod yoshlar chiqishi bilan u yerdan saqlanib qoldi. Endi xalqaralashish kerak. Endi burun qilgan aktivizm, burun qilgandek mediaga tonishtirish, mediaga so'zlash bu yerlardan o'tishimiz kerak. Asli siyoset qanday bo'lishi kerak degan yerni o'ylashimiz kerak. Men bu yerda bir ancha-muncha hint beray, ya'ni jipning uchun chiqarib qo'yay qarindoshlar. Bir mustaqillik kurishi bir qancha narsaning birga kelishi bilan bo'ladi. Birinchisi, eng avval hamma narsadan burun bir akademiya bo'lish kerak. Akademiya, ya'ni bu ishni bilim adamlari qilish kerak. Hozirgacha endi palanchi Sharq Turkistonchilar qurgan akademiyaga borma, Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasiga bor, ashaga borsang eshitdim demaymiz deb vatandan telefon kelgan bolalar bor. Akademiyanimi yana bir akademiya bilan monopol qilamiz, kontrol qilamiz deb bo'lgan bir ish ekan bu da'vo. Shuning uchun mangmaydi ekan. Akademik atalgan diplomliklarning dövisi ahmaydigan bu boshqa. Yosh bolalar bilasizlarmi? Palanchi qurmoqchi bo'lgan akademiyaga borsang olmaydi. Akademiyaga borsang bo'ladi, bizim demaymiz deb Aqsudan kelgan telefonlar bor. Shuning uchun biz buni bo'sib chiqishimiz kerak. Tashkilotini bo'sib chiqdik. Bu monopol qilgan tashkilotining hozir xalqarada uli titrayotdi. Ama akademiyani bo'sib chiqmay turib bu ishni g'alaba qilolmaymiz qarindoshlar. Bu qadar ochiqday, kartini ochiq o'ynaylik. Akademiyani bo'sib chiqish kerak, bo'linib chiqish kerak. Haqiqiy Sharq Turkistonlikning akademiyasi qurish kerak. Bu Xitoy monopol qilgan bu akademiyalar, bu aqmasliklar bu ishni olqi bostirmaydi. Chunki ya tarixning yolg'on, sotsiologiyaning yolg'on, hammaning yolg'on. Fakat bu vatanni söylediğin haqiqiy bir akademik seviyedeki adamdan bari yo'q 5-6'sı var. Bu qarindoshlarni qo'llashimiz, bularni kuchlantirishimiz kerak va birga kelishimiz kerak. Bular birga kelib akademiya, haqiqiy turda akademiya bo'lib chiqishi kerak. Bir Nuriddin Izbasar degan bir tarixchi, bir qarindoshimiz bir topda so'zladi, tirilish topida. Videolarni ishladi bir 7-8 qitim. Qanchalik ideya jihati burilish hosil qildi, qanchalik bo'sish hosil qildi, his qila oldinglarmi qarindoshlar? Tarix darsi beryapti yoshlarga oyda bir nimadan. Ash dars qatnashayotgan qarindoshlar tarixning qanday bo'lganini ko'rdinglarmi? Adabiyotchilar, alqa aqmasliqi, muqaddas Aqsaroy, Do'ppiloq doi degan adabiyotchilar qanday bo'ldiki, tarixchilar qanday bo'ldiki, darslarni ko'rdinglarmi? Birinchi qo'l material qanday bo'ldiki, ders qatnashgan qarindoshlar. Bu hayajonlandinglarmi? Ya'ni bizga dunyodan xuddi haqiqiy siyosatdan kesib o'tgandek, haqiqiy akademiyadan kesib o'tilganmiz. Shunga akademiyamiz rastlashish kerak, haqiqiylashish kerak. Buningga bizni haqiqiy akademiklarimiz chiqish kerak bir. Shunga haqiqiy mustaqillik kurish qilamiz desak, qildigan narsaning birinchisi bu qarindoshlar. Ikkinchisi media. Mediaga kelganda qarindoshlar, men buni
nimenin keynidi 5 yıl oldu sözlevatqılı. Birincisi, medianın nimeligini güneyli. Media bek küçük neyse. Demokratik devletlerde 4. küş media. 3 küş var bir dünyanın başkurduğun. Media 4. küş değil. Şunun için media intayın küçük neyse. Bu press değil. Yani onda boğanken media degenin nimeligini bülü. Media degen nersi bilen halkның rayını kandak tesir köstüdü. Halkның rayını bir müstakillik yolu kandak yetekleyimiz, bunu dikkat kılışımız gerek. Bolmasa 2014 yılı milli bölgünçülüğe karşı Cumhurbaşkanı'nın birligide çıng turmen degen tayraxullar çıkıdı. Biz nesini media dep yarıtıdı. Onu dikin ağız bunumuzga toyguz ödüdü. Bir nimelerni haber dep berip. O kadar derecede yani nimiş kılvat kaldı. Mesela bunun gibi vay Uygur üççü alamet iş kılvası nimiş kıl bundak deyse deydi kaldı çıkıdı elbette götürdü kaldılar. Bunu da koyayım. Bu Palestin-İsrailiye meselesi bizne ekirişte bu az rol oynamadı bu cidelge. Yani bilmem Hamas'ın başlığı Xitay bilan qanday yaqin depti özünü, bilmem qaysi Arab Xitay bilan yaqin depti, bunu tillashimiz kerakkan. İsrailiyanın baş ministri Netanyahu Beijing'e varganda Xi Jinping'e dedi. Xitay bilan, yani Jongo bilan İsrailiyanın nikasını biz cennette okup etken, mengü ajrashmaymiz dedi. Bunu nimiş qilmaysa hayronda degandekçi. Yani media degen açındaq narsa. Xata adamning qo'liga tushgan vaqtida bir tarafni yepib olib, yana bir tarafning gepini qilib, hamma topni Xatoyga boshlab ketadi. Shuning uchun Sharq Turkistonning o'ng tarafining mediasi chiqishi kerak. Bu o'ng tarafining mediasi degan gap medianing nimaligini bildigan odamlar bo'lishi kerak buningda. Men tirilish to'pi dedim qarindoshlar, medianing nimaligiga, medianing qanday ishlaydiganligiga, medianing qanday narsaga qiziqsanglar, buni qilaman desanglar, men bilan aloqa qilishinglar, men 2 kitob tavsiya qilaman. Medianing qanday narsa to'g'riliq tushunsizlar, uniki qilsanglar bu ishni ritmni qila olasizlar dedim. Men bilan hozirgacha bir odam aloqalashdi va uni kitobni avatmadim. Shuni yana avatib bermay qiziqadiganlar bo'lsa. Shunga bu mediada kuchlanishimiz kerak. Bu mediada kuchlanganda tashkilot organ emas. Mesela bir teşkilatның mediası, şu teşkilatның haberini gepini qilamiz. Bu qabilavozlik tugash lazım. Iqimning mediası deganni tushunamdi. Mesela Amerikadagi Fox TV, yani Fox degan televiziya, o bir teşkilatның mediası emas, o bir iqimning, yani Amerikaning o'ngining mediası. CNN bo'lsa, onu bir teşkilatның, partiyaning mediası emas, o sol iqimning mediası. Shuning uchun iqimning mediası bo'lgan vaqtida şu o'ng tarafdagi odamlarni hammasini birdan tartib akilib, iqimni ideyani mang'uzdigan bo'lish kerak. Bir tashkilotning tashkiliy organi, tashkiliy tashviqot yoki tashkilot gezdi, partiya gezdi yoki partiya mediasi degandek narsalar bu keng doiraga borolmaydi. Bu zaten xalqmi, ma'ning TV'si, ma'ning TV'si deb ismini qo'yib bo'ladi va u TV'ni özünün qo'llovchilarla ko'rib, boshqa odam ko'rmaydigan bo'lib, guruhvoslashib ketadi. Kuchi bu. Hozirgi bizning vaziyatimizda buni aytib kuchni birga akirishda ziyonli narsa bu. Shuning uchun tashkilot va yoki bir organning mediasi emas, iqimning mediasi degan narsani chiqarish lozim. Bu intayin muhim narsa. Buni qila olgan vaqtimizda amaliyotda oyadagi xalqning qilgan ishini biz qilgan bu deb bir usul o'ynab bir qo'y amaliy ish qilyotidi deganga qarshi media o'ng tarafdimi, aslida undaqlarimiz mandaqmi ish qilib bo'ldi ekan degan narsani xalqqa tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Bir. Ikkinchisi, bir iqim, bir fikr deganning birla tashkilot bo'lmaydiganligini xalqqa bildirish kerak. Shuning uchun men nima deganimni tushuntiraldim deb o'ylayman. Birinchi nuqta ABMK akademiya masalasi, ikkinchi nuqta media masalasi qarindoshlar. Buningga boshqa turishimiz kerak, o'ylashimiz kerak. Men ekranlarning keyinida bu narsalarni da'vat qilib 5 yil oldi, 5-6 yil oldi. Endi biraz public relations xalqning oldida biraz ba'zi narsalarni ichib qo'yishning vaqti keldi, hatto o'tib ketdi.
Şuna kine inşallah bizde hazır tallaş şu. Hatta bunu mu mayerini mi içivite bu jıkılladı bir şirketim desem bu. Bunun benden jıkılları da düşünüşlük bulmagan dek durdum. Kerindaşlar. Eğer siyaset kılımız desek, ikinci seviyeye çıkımız desek, paralı. Bu, 10 tarafdaki kerindaşlar, cuma. Bu küreşni monopol kıvagan, bu küreşnin vekili biz devlet berip avtonomiya talep kılgan, biz indigenous degan bu teşkilat 20 yıllıkta o kadar bir sesidi dünyada. Ve Uygur'un yüzüne o kadar bir töktü. Onunla ötepleşip 2-3 haftadan keyin mavi resvarçılıklarla yeni bir töktü. Bu resvarçılıklarının kanda bu krizisini kandak bir taraf kılışını yani Nuri Türkel'de istifa berip çıkıp gitişini bilmey bu tehkiç töküp yani ilgi çıkargan nersini yüz gözüge hem yeriga sürke atıdı. Bu ahvalda ben dedim bu fırsat emas mecburiyettir. Bu ahvalda 10 tarafdakilar nima ish qilish kerak qarindoshlar. Siyosiy nuqtada o'ylab qaraylik. Nima ish qilishimiz kerak? Bular 20 ben bunu yig'indi dedim, hozir miyadimi xalqning oldidami deb qo'yay. Qarindoshlarim, bular 20 yilligida rasvo bo'lgan bo'lsa, bular 20 yilligida butun dunyoga bir nima bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston surgunlik hukumat qurilganmi 20 yil bo'ldi 11-oyda. Ulu 2004-yili 4-oyda 5-oyda qurilgan bo'lsa, Sharq Turkiston surgunlik hukumati 2004-yili 11-oyda qurilgan. Sana siyaset qilaman desan, sana fursat bu. Ya ulu, men yig'indi degan jumlamni deyib qarindoshlar. Ula u yerda rasvo bo'lgan bo'lsa, sen dunyoga ko'rsatsa endi. Sharq Turkistonliklar o seviyede emas. Burunqadek peyzim yok, endi seni söymeymenge, dadı bala hemimiz usul oynaydigan biz saran emas. Bizde bir azrak seviye var, azrak eğirbeşlik var, siyaset bilen maymunlukla ağrıydigan seviye var degan narsani dunyoga ko'rsatish sana fursat emas. Ma on tarafdagilar. Mecburiyet hazır dünyada. Shuning uchun Ulu rasvo bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston surgunlik hukumatining 20 yilligini dunyoga ajoyib go'zal shaklda qilish bizning majburiyatimiz. Bu millatning obro'yini saqlab qolish uchun. Men buni yig'indi dedim-ku, birinchi yig'indi qancha oyning oldida ochdik birinchi yig'indi. Hozirgacha 8-oy chiqdigan bo'layotdi, hech qanday tayyorlik, hech qanday narsa yo'q qarindoshlar. Hozir agar siyosat o'ynaymiz, siyosat sahnaga chiqma. Xalqaro sahnaga biz mi chiqamiz? Yoki aktivistlik qilib, namoyish qilib, bijnimi qilib, China terrorist deb emas, siyosiy nuqtadan chiqaman deydigan bo'lsak, hozir qildigan eng go'zal narsa nima? Sharq Turkiston surgunlik hukumatining 20 yilligiga bu Sharq Turkiston hamkorlik munbirini chaqirish, Amerikada to'planish va bu yerda dunyoga, masalan, oli deydi-ku, Xudoyimga nimaning doirasi o'lmaydigan doirasi milyon kitapnamesi deb bir gepi var o alın. Hem neresi tüküdü. Bularının avtonomiya çıkarlığı, bularının indigenous çıkarlığı, bütün dünyada nime oyun oynavatkında dünya bildi, Uygur'umu bildi, Sharq Turkiston'lık hemisi bildi. Hem de bu bayannamı, kitapnamını yenilaydıgan zaman. Yani 11. ayının 12. günü Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinin 20 yıllığını nəhayət çoğun dağdığılık qılıb, Ulu München kitapnamesi qilgan bo'lsa, endi sen Washington kitapnamesi e'lon qildigan zaman. Washington kitapnamasida ali bizga vakillik qilmaydi. Bu xalqning orzuyi bu, 100 ming xalqning imzosi bu. Bizning 10 ming odam imzo qo'ydi, bu bizga vakillik qilmaydi deb bu mana 20 necha tashkilot bir yerga keldik. Washington kitapnamesi bizning orzuyimiz Sharq Turkiston mustaqilligi va bu orzuga vakillik qildigan eqim mana biz deb xalqaro sahnaga chiqadigan vaqt. 2 oy qaldimi, 3 oy qoldi. Bunun tayyorligi, bunun nimasi so'zlashishi hech nima yo'q qarindoshlar. Hech nima yo'q o'tirdi. Agar bu fursatni qochirsak, nima ish qilamiz? Ya'ni 20 tashkilot bir yerga kelib, hamimiz namoyish qilaylik, 7-oyning 5-kuni birga namoyish qilaylik, 6-oyning 5-kuni birga top o'ynaylik, 7-oyning 8-kuni shuni qilaylik. Bu uningdan chiqish kerak. Yana bir saviyaga chiqish kerak. Yana bir narsa bugungacha yoki bo'lmasa tunugungacha
hissiy gaplar, xalqni hissiyot, vatanim deydigan hissiyot bilan xalqni yetakligida bo'ladi. Ammo ikkinchi bosqichda unda yetakligida bo'lmaydi. Ikkinchi bosqichda bilim bilan yetaklash kerak. Shuning uchun men beshida degan akademiklarga eg'irlik berishimiz lozim, ziyolilarga. Dunyoning har qaysi joylaridagi haqiqiy Sharq Turkistonning akademik saviyada, shu chet elning saviyasidagi odamlar bilan akademiyaga eg'irlik berishimiz va Sharq Turkistonning o'zining ziyolilari, o'zining akademiyasi harakatga o'tish kerak. Ziyolisi akademik bo'lmagan siyosiy harakat hal qilinmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bizning akademiklarga ehtiyojimiz bor. Albatta bu diplomliklarning ta'mindan to'lishning qanchalik ahmas ekanligini sizdan yaxshi demay, sizlarga o'xshash bilaman qarindoshlar. Shunga kimni da'vat qilinib, nimani da'vat qilinib tushundingiz deb o'ylayman. Shuning uchun bu narsa bu. Ya'ni agar biz siyosiy narsaga chiqamiz desak, fursatdan o'tib majburiyat bo'lib ketdi bu ishlar. Agar buni qochirsak, o yana bo'lingidek 6-5 namoyish va plakat yasamdiq, e'lonli plakat taxtali chiqayli ko'chaga. Endi bundan keyingi saviya u yerdan ko'tarilish kerak. U yerda qolib qolsak bo'lmaydi. Medianing roli muhim. Bu munbarning bundan keyingi bosadigan qadam intayin muhim. Andiki akademiya intayin muhim. Bu nuqtalar. Ondan keyin yana bir nuqta batdi. Esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun qarindoshlarim, bo'ldi bugun mishaychining qilib xulosalay. Bu munbar nihoyatda qalbilik menvatidi, so'zlashib bir-birimiz bilan qilib menvatimiz. Ammo xalq bilan bo'lgan munosabat PR kampaniya nihoyat ojiz menvatidi. Xalqning bilish haqqi bor. Xalqning bu munbarda nima ish bo'layotganligini ko'rish haqqi bor. Bo'libmi tashkilotlarning, bu munbardagi tashkilotlarning rahbarlarini bir yerda ko'rish haqqi bor. Bir yerda ko'rish orzusi bor. Shuning uchun A tarafdan farqimiz bo'lish uchun har vaqt xalq oldidagi mas'uliyatimiz va majburiyatimizni bo'libmi shaffoflikni, transparency, xalqqa ochiqlikqa diqqat qilishimiz lozim. Xalqni xabarlantirib turishimiz lozim ishlardan. Anki xalqning orzuiga, xalqning nima kutayotganiga davomli diqqat berib turishimiz lozim qarindoshlar. Buni bu yerda ta'kidlab o'tib ketay. Ondan keyin bu ikkinchi bosqich degan narsami? Qarindoshlar, sadagan ketay. Bizning millatimizdan oz deganda bir 9-10 tane bir siyosat degan narsani bildigan, aktivizmning nimaning davri mishagichi bo'ldi, endi siyosat davriga o'timiz degan gapni tushundigan bir 8-10 odam chiqsin inshaalloh. Yana burunqidek aktivizm bilmasak, qarindoshlarim, mesela dava anlatyapman. Bütün dünya anlap buldu davani. Birleşken Devletler Teşkilatı bir yerde kırgınçılık buldu, dep buldu. Sana 3 milyon Uygur lagerdi yetivatıda dep buldu Birleşken Devletler Teşkilatı. Amerika'nın Taşkışlar Ministeri bu bir genocide dep buldu. Onun da öte 6-7 devletlerin parlamenti bu bir genocide dep buldu. Yani nimini kimge anlatsa. Ya bu dünya anlap buldu. Dünya senden menden yaxşı bölüdü qerençi bu yerda imşul vatqınni. Bu devletlerin istihbaratları var, bu devletlerin nurg'un narsasi var. U yerda bo'layotgan ilg'ay Nurgul Savitxonning bir vaqtda dedi-ku, Avstraliyaning burunqi alayda harbiy qismdan 2 alayda xodimni bizning vatanga avatib, o'shaning Kariz Evraz yo'lidan lagerda yetayotganlarning cho'ng kichik ta'ritini yig'ib kelishga avatgan alayda xodimlar var. O'shadan o'sha cho'ng kichik ta'ritini mishaga akilib, buni analiz qilib, ularga nima yegizayotganini tadqiq qilamiz deb Avustralya'nın evetken alaydı kısmı harbinin adamları var deb Nurgul Saat Hanım sözü de o bunun. Yani bu çetellikler, bu devletler bu derecede bilirdi o yerdeki işlerini. Yani nimini kimge anlatsa bu artistlik tüyüş gerek arkadaşlar. Ya tamam bir Türk'üm kısmına anlatıdık her şeyini. Ya 70 yılına anlatatkanı yine anlatsın tüyü. Ama bu aktivizm bu anlatışamaz. Hem de siyasi irade koyuş gerek oturma. Siyasi iradımı bir teşkilatın manda deb İngiliz sözlep medyaga nima sözlüğünde bulmaydı. Bu bir structure, bir siyasi movement, hareket, onun iradesi, nimisi, bunun kendi kurulduğu nesleri var. Bir bunda movement yaratish uchun.
Şunun üçün ikinci basqışqa inşallah ikinci basqış degenden qanda olduğunu, siyaset degenden qanda olduğunu düşünüp bu yolda mağalaydigan bir 10 adam çıqaralay deb o'ylayman bu millet. Hemmeyle aktivist emas bu milletki inşallah. Şu an qarindoshlarım bugungi gapim bu yerda tugsin. Hammalarning mush vaqtdan yana bir qitim xayrlik bo'lsin. Allohga omonat. İnşallah demek çoğallarımni biraz ochiqlay oldim deb o'ylayman. Ondan keyin bu nima Nuraddin qarindishimizning bizning Avstraliyaning vaqti kesat 3 to'g'rinib qolishga men qatnashaolmadim darslarga, lekin nihoyat yaxshi darslarni o'tganligini xabar tepib turdim. Nuraddin Izbasar qarindishimizga rahmat aytaman. Hozircha izchil darsni o'tib kelgan tarix to'g'risida nurg'un qarindoshlarimizning ko'zini ochib qoldirib uchun, eng muhimi tarixning nimaligi, tarixchilikning qanday bo'lganligini ko'rsatganligi uchun. Yana yo'qolib ketmay, yana akademiklerimizning bo'lib o'may, yana desam, yana shu yosh akademiklerimizning qo'rqmasligini, ansirmasligini, dadil qadam bilan oldiga chiqishini umid qilaman. Lekin shirlar maydonga tushmasanglar, bu shundoq tulkiga, maymunga, shundoq abjashlashga qoladi maydon. Shuning uchun chiqishinglar kerak qarindoshlar. O'zinglar kutayotgan, o'zingni saqlayotgan qahramonlar amaliyotda o'zinglar, yosh qarindoshlar. Shuning uchun yosh akademiklarning, ziyolilarning qo'rqmay maydonga chiqishini, dadil bo'lishini umid qilaman. Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Abay deganimdek, munofiqlar qurultiga tavsiyam Dolqin Aysoning nimasini tushirib etmanglar, yana saylanglar, o'lgich saylanglar. Sizlarga uningda yaxshi vakillik qilgan adam topolmaysizlar. Bu oxirgi nasihatim bo'lsin. Shunga hammanglar Allohga omonat qarindoshlar, bu da ko'rishguncha omon bo'linglar.